Erkak kishi gapirdimi, bajarishi kerak. Bajara olmaydimi, unda katta gapirmaslik zarur. Lamin Yamal 3 marotaba va'da berdi va ushalasida ham yeb qo'ydi. U birinchi marta Ronaldu va uning Portugaliyasini Millatlar Ligasi finalida tiz cho'ktirishini aytib stories qo'ydi. U bu bilan Ronalduni mag'lub etishga va'da berdi. Qarabsizki, u o'sha o'yinda hech narsa qila olmadi. Nuno Mendes uni cho'ntagiga solib qo'ydi. Mayli, bu birinchisi bo'lib turadi deb jiddiy e'tibor bermadik. Keyin u xuddi shu ishni PSG bilan ham amalga oshirdi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Bu safar ham u Nuno Mendes cho'ntagida qoldi. Yaqinda Yamalning Real bilan o'yindan oldin qilgan ishlari esa butunlay oshib tushdi. Avval Real Madrid klubini, keyin esa muxlislarini haqorat qildi. Yamalning bu ishi ham Klasikoda o'ziga qarshi ishladi. Real Madridning g'alabaga bo'lgan ishtiyoqini butunlay oshirib yubordi. O'zi esa Klasikoda hech narsa qila olmadi. Eshityapsizmi? Hech narsa. To'g'risini aytaman, men Yamalni futbolning javohiri deb bilaman va men o'z ustida qattiq ishlash kerak deb hisoblayman. Ammo u qilgan ishni hech qanaqasiga oqlay olmayman. Yamal o'yinlardan oldin yo katta ketishni yig'ishtirishi yoki-da bergan va'dasining ustidan chiqishi kerak. Fikrimga qo'shilsangiz, like bosib qo'ying.